Menimcha bu garajmizdan garaj bo'ldi, lekin yorib yubordim garaj qurishda ham. Cho'ta men yangam nima ish qilyapti-ekan? Sherali qarab o'tiribdi-yu, Sherali ham qachon katta bola hayronman. Tezroq kelman, janob merni ishlarini qilsa bo'lmaydimi? Qachongacha men ishini qilib beraman bolasiga o'xshab. Bolasi emasman-ku. Lekin qilib yuribman. Farasi nimaga o'chmagan tushunmadim. Bu kunduz kuni ham yonaveradimi? Yo'q, o'chirib qo'yish kerak. Bu elektr energiya tejalmay qolishi mumkin. Buni elektr energiyaga nima aloqasi bor bilmadim, lekin borib mashina o'chirib qo'ysa o'charmikan yoki o'chmasmikan? Qani ko'raylikchi. Yo, o'char ekan, bo'ldi, takoy normali. Janob merga aytaman, endi qurib bo'lganim garajda. Tushunmadim. Bu kim bo'ldi-ekan? Qora. Cho'tam kimdir negerni chizib qo'ygan ekan, mayli. Assalomu alaykum janob mer degandim. Siz qachon keldingiz? Boya yo'q edingiz, hozir tashqaridan kelyapman. Sen boshqa boya tashqaridan kelayotganingda bu sendan keyin keldi. Ya'ni sen bundan oldin chiqib ketding-ku. Haligi brat, kuchingiz yo'q, nima qilasiz? Qo'lingizni shunaqa og'ritib. To'g'risini aytaymi? Siz aytmang, buni o'zi aytsin. Men aytay shuni. Yo, o'zi aytsin. Bo'ldi, ikkalamiz aytmaymiz. Xullas, senga bitta boshqa yangi ish bor. Qanaqa yangi ish? Mana bu chet el kelgani meni aytyapti. Sizda aytyapti. O'shanga bitta uy qurib ber. U uy tiqilyapti-yu qishloqda. Yashamayman deyapti, o'zimning shaxsiy uyim bo'lishi kerak deyapti. O'sha ham sizni shaxsiy uyingiz bo'ladi, brat. Yo'q, menga yangi uy kerak. Yaramas, basharang yo'q. Bo'pti, hozir qurib tashlayman hozir. Farqi yo'qmi qayerdan qurishimda? O'ta farqi yo'q. Bo'pti, o'ta farqi yo'q bo'lsa, bitta reja bor. Mana shu garajning ustini uy qurib yuborsamchi. Chotki bo'ladi, osti garaj, usti uy bo'ladi. Ustida mana bratishga bratan yashaydi, bratishga ham endi bilmadim-u. Короче, o'sha kishi yashaydi. No, chotki edi, bor akalar, ikkinchi qavatda uy qilish. Menimcha sizlarga ham bu ideya yoqqan bo'lsa kerak. Yoqdimi, yo'qmi, kommentariyaga like bosib qo'yinglar. Kommentariyaga like bossa bo'ladimi? G'alati gapirib qo'yibman. Bo'pti. Bo'lmasa videoni ostiga like yozib qo'yinglar. Men bo'lsa tezroq mana bu narsalarni ovlayin. Nima edi nomi? Shu kallaga ham kelmayapti. Toshmi? Qanaqa tosh? Dabbamami? Daraxtku. Daraxtlarni yig'ishtirib olamiz. Keyin esa shaxtaga tushib daraxt yig'amiz. Qanaqa daraxt? Tosh yig'amiz. Akalar, bugun yomon issiq bo'lyapti. Siz aytgan bo'lsanglar, sizlarga ham issiq ta'sir qilyaptimi, yo'qmi? Kommentariyaga like bosib qo'yinglar har doimgidek. Men bo'lsa videoga komment yozishinglarni xohlab qolardim. Videoning ostida bosiladigan tugma bor-ku, kanalga obuna bosish. O'sa kanalga obuna bosishni like qilib qo'yinglar. Obbo, nima deyapman? Rostdan ham issiq yomon ta'sir qilib akalar. Iltimos meni uzringlar, chunki vashshe uzrarli ish qilib tashladim boru. G'alati gapiryapman. Issiq yomon ta'sir qilyapti. Borib suv ichib yuboraymikin. Ana bratdan o'tgan safar qarzga suv olib ichib turib, anhor suvini borib bergandim. Sizlarda ham ariq suvini bilmayman nima bo'ldi. Отравление bo'ldimi yo остановление bo'ldimi yo восстановление bo'ldimi yo отправление bo'ldimi bilmayman nima bo'lganini. Bilish kerak, lekin bor vashshe qiziqib ketyapti. Ariq suvini mana sizga distillangan suv olib keldim deb berib yubordim. Vashshe mazza qilib, ichib oxiri icha olmaydigan bo'lib qo'ygan bo'lsa kerak yoki ichib qo'ygan bo'lsa kerak. Yoki короче shunaqa bo'lib qo'ygan xullas. Bo'ldi, mana bu yerlar sirrazi toshini ovoramiz-da. Ya'ni men ovoraman, sizlar qarab turasizlar. Men faqat qarab turasizlar. Kelib yordam bersanglar bo'lmaydimi? Kelinglar, davay, kimdir tosh qazib beradi, kimdir daraxt javob kelib beradi, kimdir uy quradi. Men esa qarab turaman sizlar qurishinglarni. Keyin janob mer kirib, "Mana janob mer qurdim" deyman. "Yo'q, shunchalik tez qurdingmi?" deydi. "Ha, endi bilasiz, chaqqonman" deyman. Keyin sizlarni aytmayman qilganinglarni, men sizlarni aytishim kerak. Hamma maqtovni o'zim olishim kerak. Sizlarni aytsam, keyin sizlarni maqtaydi janob mer. O'shaning uchun aytmayman. Nichiva, oy, daraxt taxta aylantirmasdan ovoryapman akalar. Bizga 8 ta chop berar ekan. 8 ta chopdan bor yo'g'i 3 tagina narvon yasasa bo'lar ekan. 3 ta narvon bilan chiqa olaman ustiga. Ikkala ikki chiqas ekanman. Chiqas ekanman, gapni qilib chiqar ekanman. Chiqamiz asta, lekin bu burchakka qo'yganim bekor bo'libdi. Qayerga qo'yishim mumkin? Boshqa qo'yadigan joy yo'q o'zi. Mana bu daraxtni olamiz-da, bitta, ikkita, 3 ta qo'yamiz. Burchakka kelib turib bitta, ikkita, 3 ta qo'yamiz. Bu burchakka kelib turib bitta, ikkita, 3 ta qo'yamiz. Mana burchakka ham kelamizda bitta, ikkita, 3 ta qo'yamiz. Chotki. Yo, stop. Vashshe stop. Bitta orqa tomonga qo'yish kerak. Chunki o'sha narigi tomon bitta orqada bo'ldi-ku. Bu ham bitta orqada bo'lishi kerak. O'shaning uchun bitta, ikkita, 3 ta qo'y uchinchisini ham bo'ldi akalar. Titvaration qo'yardim. Eshik bo'ladi. Taxtadan qo'ramiz bu yog'ini. O'sha 32 ta taxta yetamikan, yo'qmikan bilmadim-u. Yetkazib yuborishga harakat qilaman. Mana qilamiz. Menimcha chotki bir oyna bo'ladi yoki bir balkon qilib yuboraman. To'g'rilikka balkon bo'ladi. Yorroration bo'lib ketadi. Yorroration bo'lib ketadi. Короче, akalar, nima deganimni vashshi tushunmagan bo'lsanglar kerak. O'zim ham tushunmadim chunki tushunarsiz gapirdim-da akalar. Bu qanday taktika bo'ldi? Qanday taktika? Mana yopish kerak. Mana yoqda ham yopish kerak, mana yoqda ham yopish kerak.
bo'ldi mana shu bitta teshikdan qarab o'tiradi tashqarini. Men Mahmuz, qanaqa Mahmuz? Mahmuz birinchimi, ikkinchimi, xullas sonini aytadi. Mana shuning ichida edi keyin deraza oynasidan mayus boqaman. Meni qiynar ochlik, meni qiynar bitta joyga borib kelish. Boshqa qiynalib ketdim deb o'tirgan payti men kelaman. Qutqaruvchingiz shu yerda deydi. Yo'q, Heykerning videosida o'shanaqa qutqaruvching shu yerda deyman. Yordam ber deydi. Nima qilay desam, ovqat topib kelib dedi. Men senga oshpazmanmi deyman deb basharasiga qo'yib qo'limni qochib yuboraman uyimga. Qofiya yemadim. Ma'nosi bor, zato akalar qofiya bo'lmagan bilan xullas shunaqa ma'noli gapinglar bo'lsa komment yozinglar. Shu bugun ishonsanglar agar yomon g'alati bilyapman. Bilyapsizlarmi? Videolarim oldin g'irt boshqacha edi. Hozir mana shu videom g'irt boshqacha chiqqan. Shunaqami kommentariy yozinglar, g'irt boshqacha chiqqan bo'lsa, issiq deyapman. Akalar, yorvorayshin issiq bo'lyapti. Bor, issiq yomon ta'sir qilyapti. Bo'ldi, yig'lamaymiz, chunki biz yig'laydigan bo'lsa yig'lagan bo'lib qolamiz. Yig'lagan bo'lib qolganimizdan keyin yig'loq bo'lib qolamiz. Nima deyapman? Kim bu bola? Beti qora. Tak, quyosh urib ketganda beti qora bo'lib qolgan o'shaning uchun ham. Akalar, g'alati gapiryapman. Uzr asla, bemalol mana shunaqa gapiraveraman. Menga o'ta farqi yo'q. Chunki o'ta farqi yo'q-da o'zi. Tak, qo'yamiz, yana qo'yamiz, yana. Nechta berdi? 9 ta, 12 ta bermadimi? 12 ta berish kerak edi shekilli reja bo'yicha. Kam beribdi, rejamiz amalga oshmabdi. Bitta bu yoqqa qo'ysak, kirib chiqishga, tushib chiqishga xalaqit qilar ekan xullas o'shanga. Menimcha normalli, вообще normal, nappa normal akalar. Bunaqa. Bu tomoniga tak nima qilsak bo'ladi? Bu tomoniga boshqacharoq narsa qilib borish kerak. Bunaqa qilamiz. Mana endi mana bu yog'i balkoncha bo'lsa ham bo'ladi. Bu yerga oyna qo'yib yuboramiz, takoy turadimi? Oyna yo'q menda. Oynani o'zi olib kelib qo'ysin garochi. Ustini yopib beraman, tamom. Bo'ldi, asta sal qoldi tushib ketishimga borib. Yaxshi ham sal qoldi. Bo'lmasa tushib ketgan bo'lardim. Tak, mana u shu tam tez yopilyapti usti. Oldin bunaqa tez yopmaganman hayotda. Hayotda bunaqa tez yopmaganman. Nechta yetmay qoldi. Oho, butun dunyocha yetmay qoldi-ku. Mayli, topamiz qayerdan bo'lsa ham. Mana shunday teshikdan kirib keta olaman. Men teshiklardan kiradigan o'zi odamman, g'irt. Bo'ldi. Всё akalar, tamom. Endi mana bu yerda ikkita blokni qanday qo'yaman? Shundan qo'lim yetadimi? Oppa! Bunisi yetmaydi. Bu pastga tushib qo'yar ekanman bunisini. No, atak mana bu yerdan borib qo'ysam bo'ladi akalar. Bunda o'tib borib. Oka! Voy, tushib ketdim. Mayli, nicho. Yana bir qator tosh qo'yish kerak. Menimcha o'ta go'zal bo'lar ekan. Vashchi go'zal bo'lishi kerak. Bizga o'ta go'zaldan ham battar go'zal, ko'ppa go'zal bo'lishi kerak. Shunda chiroyli bo'ladi. Biratan mazzani qilib yashaydi. Mazza qilib yashaydi, mazzani qilmasdan yashaydimi o'zi biladi, bor. Menga o'ta farqi yo'q deyapman akalar. Men nimaga shunaqa deyaveramni bilmayman, Vashchi bugun yomon issiq bo'lyapti. Sizlarda ham issiqmi yo menda issiqmi faqat? Yo, bizda issiqmi yoki hammada issiqmi yoki issiqli joylarda issiqmi ekan? Bilmadim. Rostdan realniy noto'g'ri gapiryapman, bilmayman. Xullas, qaytib bunaqa gapirgim kelmay qoldi. Bo'ldi, uxlayman, ketdim.